Eron urushi jonli. AQSh Erondan Hormuz bogozini hamma uchun ochiq deb e'lon qilishni talab qilmoqda. AQSh Eron Hormuz bogozi orqali o'tadigan tijorat kemalariga qarata o't ochmasligi haqida ommaviy bayonot berishga intilmoqda. Ovoz beruvchi guruhlarning aytishicha, Tramp saylov komissiyalari a'zolarini ishdan bo'shatganidan keyin oraliq saylovlarni bekor qilish uchun ayanchli hokimiyatni tortib olishni boshladi. Bildirishnomalarni brauzer sozlamalarida boshqarish mumkin. Prezident Donald Tramp mamlakat saylovlarini boshqaradigan amaldorlarni qo'llab-quvvatlash vazifasi yuklangan mustaqil agentlikning qolgan 3 ta a'zosini to'satdan haydab chiqarganidan so'ng ovoz berish huquqlari guruhlari va saylov rasmiylari xavotir bildirmoqda. Prezidentning so'nggi ishdan bo'shatishlari Kongressdagi kuchlar muvozanati va Trampning kun tartibining kelajagi xavf ostida bo'lgan oraliq saylovlarga 4 oydan kamroq vaqt qolganda ikki partiyali saylovga ko'maklashish komissiyasini faol a'zolarsiz qoldiradi. 4 a'zodan iborat paneldagi respublikachilar tomonidan tayinlangan nomzod iste'foga chiqdi. Qolgan 2 demokrat tayinlangan esa Oq uydan ishdan bo'shatish to'g'risidagi elektron pochta xabarlarini oldi. 4-komissar shu yil boshida panelni tark etdi. Nevada shtati davlat kotibi, davlat kotiblarining Demokratik assotsiatsiyasi raisi Cisco Aguilar Trampning so'nggi ishdan bo'shatishlari ajoyib mas'uliyatsizlik ekanini aytdi. Publika fuqarosi, notijorat iste'molchilarni himoya qilish guruhi Trump ma'muriyati bilan bir nechta huquqiy janglarda qatnashgan. Ochiqchasiga prezidentning ishdan bo'shatilishini ayanchli hokimiyatni tortib olish deb atadi. Oliy sudning muhim ish bo'yicha yaqinda qabul qilgan qarori Trampga a'zosini ishdan bo'shatish huquqini berdi. Pxenyan yadroviy kuchlarni sifat va miqdor jihatidan kuchaytirishga va'da berdi. Shimoliy Koreya davlat matbuoti juma kuni Pxenyan o'zining yadroviy kuchini sifat va miqdor jihatidan mustahkamlashga va razvedka agentligi rolini kengaytirishga va'da berdi. Payshanba kuni bo'lib o'tgan Ishchilar partiyasi Markaziy harbiy komissiyasining yig'ilishida Shimoliy Koreya yetakchilari mamlakat qurolli kuchlarini modernizatsiya qilish rejalarini muhokama qildi. Oliy yetakchi Kim Chen In haqiqiy tinchlik nafaqat kuchli armiya kafolatlashi mumkinligini aytdi, deya xabar beradi KNA axborot agentligi. Uchrashuvda potensial dushmanlar tahdidlarini nazorat qilish va asosiy ma'lumotlarni yig'ishda muhim rol o'ynaydigan bosh razvedka va razvedka byurosining vazifalari va vazifalarini ko'p qirrali tarzda kengaytirish, uning harbiy razvedka va razvedka faoliyati qobiliyatini tubdan oshirish bo'yicha vazifalar va yo'llar taklif qilindi, deya xabar beradi KNA. Komissiya shuningdek, zamonaviy dengiz bazalarini qurishni tezlashtirish va jangovar tizimlarni yangilash rejalarini ham ishlab chiqdi, deya xabar beradi agentlik. AQSh Kongressi tadqiqot xizmati Pxenyan so'nggi 10 yil ichida o'z yadro dasturini rivojlantirayotgani AQSh va Sharqiy Osiyo uchun ortib borayotgan tahdidni bildirmoqda. Pxenyan 2006 yildan beri tasdiqlangan 6 ta yadro quroli sinovini o'tkazdi.